Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. 1 etajli 200 kvadratli hovli joyimiz sotib bo'lgan ekan. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Gullar yo'li Farhodbek Sattorxonaning yonida bo'ladi. Tayyor ko'cha, shu yerimizdagi joyni ko'rib chiqamiz. Teyinda yana garajına ega. Kvadrat ham 200 kvadratli bo'ladi. Litsenziyamiz yana quyilgan. Plita bilan moslag'an. Bu yerda joyimiz yana, bu yerda plita bilan moslag'an. Ikkinchi etajdan plita bilan moslag'an. Xalosazlar 2 etajda biklasangiz ham bo'ladi bemalol. Xalosazlar mansard tenda mestasi bor. Xalosazlar mansard tenda foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yerda yana mashin qo'yadigan yerimiz. Bu yerdan to'g'ri boq tarafga chiqib ketadilar. Bu yon tarafimizda yana oyoq tarafga o'tsam bo'ladi. Polni podvol ekan beri ko'rib turganlaringizdek, suvoqdan chiqib turibdi. Ko'rib chiqamiz. Uyimiz baland. Pesan plita, pesan plitini ko'rib turganlaringizdek, uyimizni balandligini ham e'tibor beringlar. Birimizda dalan, girganimizda bu yerda yana kotyollarimiz, bir o'rnatilgan nasozlarimiz. Bir de kondisionerlarimiz ham bor. Yurtdoshlar jihozlarni o'zingiz kelishasiz, xohlasangizlar qolsin desa, uyning egasi bilan savdolashaverasizlar. Bu yon tarafimizda xonasi birdan chiqqan zinatganlar, e'tibor beramiz. Yurtdoshlar buni o'zi eshik oyon tarafdan bo'lgan, bu yon tarafdan ochib qo'yibdilar. Xohlasangizlar, masalan, shu yerdan eshikni ochib, xonaning eshigini birden ikinci de zina seza bo'ladi. Birden yine gipsa kardon bilan beklab qo'yibdilar. İkinci de chiqadigan zina zatiladidan bu yerdan o'zi. Bu yon tarafimizda yine kuxnyamiz. Keng ulug'ligini beradi. Xalosazlar bo'lsangiz ham bo'ladi birini. Kuxnyani ikki chetram desangiz yo'q desangiz shu durishunda düzüp o'tiradigan so'yalansangiz bo'ladi. Bu yon tarafimizda yine sanuzelimiz. Kabeldan chiqib turibdi, patoklarimiz plastik. Bu yan tarafında yine bir xonasi. Xalosazlar yurtdoshlar bemalol qurishasiz bo'ladi. Kuxnyani aynan ko'chirasizlarmi xalosazlar? Bu yan tarafdan bog' tarafi ulli. Bu yerdan joy solsangiz ham bo'ladi yine. Kvadratini aytib o'tganimiz 200 kvadrat. Narxini keladigan bo'lsak 420 million. Bilasizlar 420 millionda yana 2 xonali kvartirani berib turadi, toza domlatangizni. Bu kvadrat 200 kvadrat. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizdagi berilgan nomerlarimizga chiqaverasiz. Sotadigan beklar bo'lsa bemalol telefonga sotishda yordam beramiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.